Oppa, sizlar tarafda yozmi deyman? Yo'q, sovuq. Sizga berib turardim, mayli, keyingi safar. Sotiladigan telefonimizda bor. Siz bilan gaplashdim. Ha, men bilan gaplashdingiz-a? 16 bor. Qani bitta ko'ring, mataxta. Kodi necha? 97 16 xanarigan 128 talik, yomkisimiz necha ekan? Yomkisimiz 100. Necha pul so'rayapsiz mataxga? 1000. Telefondan nechta orqa kirishga singan-u? Bitta yomkisini ko'ryapsiz. Makkada deb o'ylanma. Yo'q. Qimmat so'rayapsiz, bozorda yengisini 750 sotilyapti-ku. Sizlar qimmat olasizlar. O'shaning uchun sizlarga murojaat qilganman. Bozorga chiqmayapman. $550 ga olaman. Yo'q. Necha pul qilib bering? 8. 8 qimmat so'rayapsiz. 570 qilib beraman, barakasini bersin, bering. Keldim, olib ketdik. Sizdan olib ketaman shu narxga. Necha pul to'g'ri keladi? To'g'ri keladigan narxini siz ayting. Hoppa. Xo'p, nagli ekansiz. Mana naglilik qilib $600 ga sizdan olib qolaman. Ato olmas edim. O'ylanmang, zo'r narx aytdim, o'ylanadigan narx emas. O'ylasangiz, vaqt o'tib ketyapti. Mayli. Telefoningizda turib tursa, pulni sanab bering. 1 2 3 4 5 6. Mana korobkasi qayerda telefonni? Korobkasi ichkarida, hozir olib chiqib beraman, bo'ladi. Bo'ladi. Pulni sanab oling. Kartochka olmayapsiz-ku?